shahri. Xaybov atritidikilar zerakchoqlarning qimmatli kitobini izlab tepish uchun davomli sharqqa qarab ilgirlayotganda hammali yerda qaymoqba bir shaharga kelib qoldi. Nima degan ishlik? O'zing degan bu ablah ishlarni biladi. Benim sağramni kim tuttu? Qaymoq shoshqini, Qaymoq shahridagi alohida hayvon. Qalb maharati bo'lsa, tishlash va kamar ko'lash. Uning omoqligiga qaramanglar. Agar u odamni tishlasa, daq qattiq tishlaydi. Hargiz uning tishiga tekkichi bo'lmanglar. Meni tishliklar bo'ldimi, to'xta. Aslida u rostla odam tishlaydi ekan-da. Bo'ldi qil godon, biz yana yo'limizga mo'mayli. Lan shoshqin, qochma. Hey, mening bu yerimni vaqirab jaqirash qilib ketmayotgan zot kim o? Sen kim o? Men degan kan xo'jayinning o'g'li, Qaymoq shahridagi nomi mashhur a'lo bo'laman. Aslida boyqa mutamsining toshqin ekan-da. Voy, quruq gapni asqig'ina. Bu degan mening yerim bo'ladi. Voy, sen yo'limizga mang'ayli deding, ha? Bu yerni o'taman deydigansizlar, avval meni yeng'alishinglar kerak. Toshada bu yoq chiq. Qaymoq chashqini, ularga o'zingni bir ko'rsatib qo'yg'ina. Ular yaxshi do'stlardan bo'lib qolgandek qiladi. Asta! Voy, yaramaz chashqan! Biz yandik. Bu qayta bo'lsa hisob emas. Atiyani bir qatam baslashib, jambozlik sahnasida ko'rishaylik. Ben bu kerkedanı tutup olayla dep kalan idim, anladın mı? To'qlat başla. Xaybov atrofdagilar bilan olo. Ne bo'pti? Ha? Bak, yaxshi bo'ldi. Biz faqat Aloning musobaqada yengishga yordamlashsak, Xaybov atrofdagilarni bu Qaymoq shahridan chiqib ketalishi, ularni uxlab tushishi. Agar kerkedanni tizgilaylasak, bak yaxshi bo'ladi. Başla, siz nemish qaqaq chichalishib, hamoqatlashib qolasiz. Magnitlik qarshilik qilish asobi ishlasaklar, asalni qo'lga kelmamdi. Sen kalvanıza daimi kalva emasdan sen. Voy, yaramaz ablah, kichikkina bir raqibga tankilanmading, ha? Bu qitim seni hargiz kechirmayman. Sen bo'lmasang, ularni o'xshashni yengalayman. Xo'jayin o'zining hayvoniga mushundaq o'sal muomala qiladi ekan. Boshqa menga yaxshi muomala qiladi ekan. Alo degan soltak Qaymoq chashqinini qo'qlaydi-da. Bu tiktik masqi tayinib Xaybov atrofdagilarni tushab qo'yish ancha bexatar bo'lmasmikan? Qarag'anda kishini maftun qiladigan ham kelishgan o'zim o'tirib chiqmasam bo'lmagadek.
Çaşkan qini. Onun gapini qilma. U menga avorchilik deb berdi shu. Çoqun sen onunğa qo'pollik qilg'achqa, shunga ketib qatdi. Ay, sen rostini bir mas'uliyatsiz xo'jayinkansan. Qaymoq chashqining bo'lmasa, sen cho'qib o'tirsan. Meningcha uturdig'ini dalsizlar. Boshqa to'g'ri deydi. Dalman, tushunmabdi qiladigan kelishgan cho'cho. O maqam aql yo'g'on yig'iz papa. Anglab baqmabdi ekanman. Sizlar nadin keldinglar? Nemishqa ortiqcha aralashsizlar deyman, ha? Ha, boshliq, mening kasamni tishvatgani talsa qoldi. Qara, biz senga yordam qilg'ili keldik. Ha, to'g'ri. Sana yordamlashib hayvon atrofdagilarni bu yerga tushib qo'ymaymiz. O ularning o'zlarining maqsadi g'o. Yo'g'a nega zo'r haydab ochig'imni keltirdim. Tez bu yoqqa kel. Sen qaymoq chashqinni haydayotgan eding-ku. Mana endi mening kirkidimni ishlasang bo'ladi, ishlatavergin. Voy, nimanda qoldiz? Nochi bo'lsanglar chiqinglar, sizlarni mag'lub qilishmakdan oltirab ketyapman. Yana pot qila turdi. Pepe, u qarmoqqa bekli qo'ltistoq qildi. Sizlarning quruq gapinglar bag'li ko'pkan. Tezroq boshlaylik. Shundoq karkadan hujumga o'tmoqchi. Ko'pchilik ehtiyot qilinglar. O biz taraf qarab kelmoqchi. Ko'pchilik ehtiyot qilinglar. Qanday qilamiz? Tosh odam sana topshirdim. Boshliq, ular arg'amchi tartish o'ynayotganda. Men yana bir gapni xato qilib qo'ydim-a. G'ayrat qil! Tosh odam! G'ayrat qil, tosh odam! G'ayrat qil! Voy! Biz oxiri yandiq. Amdig'o, mansaq bo'ladigandu, ha? O'tirgan ekanman, gapim hisob. Mansanglar bo'ladi. Bunday qilsang bo'lmaydi, bunday qilsang bo'lmaydi. Nima qilmoqchisan? Sizlarni bunday qasallik qo'yversam qanday bo'ladi? Sizlarga azroq o'zimni bir ko'rsatib qo'yay. Bu narsani qanday ishlatadigan bo'g' edi? Astag'firulloh. Qanday ishlatadigan bo'g' edi? Boshliq, siz ilish qilmagansiz, tepkini tuting, tepkini tutmamsiz. Men tepkini tutishni albatta bilaman. Sizlarning qabahati shunga keldi. Bu degan mening yerim. Ular ziyonkashlik qilishimga ruxsat yo'q. Ha? Qaymoq chashqini, qaymoq chashqini. Qaymoq chashqini, men xato qildim. Seni ketkizatmasligim kerak edi. Shig'adig'im kep ketdi. Qaytagina yaxshi bo'ldi. Boshliq, endi qanday qilamiz? Nimaga qarab tursan, tez qoch! Endi kimning qabahatli tush keldi ekan? Rostlik hechilman, sizlarga avorchilik tepadim. Qaymoq tashqari bilan qandoq chiqishib o'tishni endi o'rganib olgansiz. Mana Xaybo ishimiz eng yaxshi birodarlar. Bildim. Bundan keyin qaymoq chashqiniga yaxshi muomala qilaman.
Hücumcu kurut. Ay. Hayvan tez düşüp ketdi yürek. Pipi açılınmagan bo'ldi. O ba'zida rostla biroz gapsiz, lekin u hamisha mening gapimni anglaydi. Qaytyapsan. Voy, polda kulmanglar. Men Haybovning hamisha mening gapimni anglaydiganligini bilaman. Lekin Haybov